Germaniyadagi o'zbek oilasining dam olish tongi qanday o'tadi? Video davomida men juda ham hayratlanguvchi holatni ko'rishingiz mumkin. Bugungi tongni oilaviy, uyimiz yonida joylashgan o'rmonga piyoda sayr qilishdan boshladik. Juda ham tepalikda joylashgan bo'lishiga qaramasdan, bir hafta qop bo'lib yig'ilgan gaplarimni erimga aytib yo'l-yo'lakay qanday yetib olganimizni ham bilmay qoldik. Oilangizda eng ko'p gapiradigan sizmi yoki eringiz? Bizning oilamizda men ko'rib turganingizdek bu go'zallik, erta tongni qalb shukuri bilan boshlashga arziydi. Qarang chiroyliligini, biz yashaydigan shaharcha kaftdek ko'z o'ngingizda mujassam bo'ladi. Bu go'zal atmosferani ozroq tomosha qilib, keyin yo'limizda davom etdik. O'rmongacha 10 minutlik yo'l qolgandi. Bu daraxtni ko'ryapsizmi? Mamutlar davridagi daraxt ekan. Meni hayron qoldirgan birinchi narsa mana shu bo'ldi. Rostdan mamutlar davridagi daraxt. Shu nemislarni tushunmayman-da. Nima qiladi shu daraxtni asrab o'tirib, kesib tashlamaydimi? Endi bunga nima deysiz? Ikkinchisi meni hayron qoldirgan narsa, itlar mashg'ulot qilishi uchun maxsus joy. Bu nemislar itlarni juda sevadigan xalqda. Shu uchun ham butun boshli o'rmondan maxsus joy qilib qo'yishganini qarang. Meni hayron qoldirgan 3 va 4 holatni YouTube kanalimda to'liqroq video qilib joylashtiraman. Sizning bugungi dam olish kuningiz qanday o'tdi? Menga qiziq ish qilib o'tkazgan bo'lsangiz ham, sayohatga borgan bo'lsangiz ham juda ham bilishni xohlayapman.